uchratmagan mevalarda ham bo'ladi. Va keyin osteoporozning yana bitta narsasini aytib qo'yaman. Suyak mo'rtlashganda suyakning tarkibiy qismi asosan 3 ta qismdan bo'ladi. Suyakning 50% qismi suvdan iborat. 22% qismi kalsiy bilan fosfatdan iborat. 28% qismi kollagendan iborat. Ya'ni kollagenli qism suyakda kalsiy bilan fosfatga boy qismdan ko'p bo'ladi. Shuning uchun suyak baquvvat bo'ladi. Bu degani kollagenni tashqaridan olib kelib ichinglar degani emas, o'rtoqlar. Ichmanglar tashqaridan. Kollagen o'zi sintezlanadi organizmda, faqat hozirgi men aytgan narsalarni qilinsa. Ikkinchi qilinadigan narsa bu to'g'ri jismoniy xatti-harakatlar. Ya'ni kundalik faoliyat jarayonida muskulga beriladigan jismoniy yuklamalarni ko'paytirish va to'g'ri yuklamalarni ko'paytirish. Adekvat mashqlarni ko'paytirish. Noratsional mashqlardan noratsional harakatlarni yo'qotib, ratsional, ya'ni nima deydi, tanani zo'riqtirmaydigan va muskulga nisbatan ozgina bo'lsa ham zo'riq beradigan mashqlarni ko'paytirish kerak bo'ladi. Shu. Yana esimizdan chiqib qolgan bo'lsa, qo'shishimiz mumkin hozir. Hozir 50% suv, 22% kalsiy, 28% kollagen dedik-ku. Kollagen bu men gapirgan bu kishi ham gapirib chiqqan. Ya'ni kollagen suyak iligi, tuyoq sho'rva, pay osh, keyin nima bor yana? Vitamin C ga boy bo'lgan xalates, shunga o'xshash narsalarda tasavvur borda, o'zi tanasi oqsaga och, borib qarz olib bo'lsa ham o'zi qachon go'sht yegan ishi yo'q, lekin tuyoq olib keladi-da, tizamga kirib ketsin shu kollagen deydi, shuni ong bilan yeydi. Hech qachon tizaga kirmaydi. U bir shakldan ikkinchi shaklga, uchinchi shaklga o'tib keyin kirib boradi-da. O'sha 22% kalsiy bo'lsa, 28% kollagen. U qanday ko'rinishda bo'ladi desa, bitta uy qurilayotgan paytdagi misol keltiraman. Uy g'ishtdan quriladi yoki shlakoblokdan yoki gazoblokdan quyiladi. Gazoblok bu kalsiy bo'lsa, uni bir-biriga yopishtirib turadigan bo'lsa, bu kollagen bo'ladi. O'sha suv. Tanada ana kalsiyni betonlab ichgan bilan, vitaminni zo'r ichgan bilan, lekin oqsilni yetarli yeb qo'ymasangiz, uy qurilmaydi. Osteoporoz to'xtamaydi. Organizmda kollagen ishlab chiqarishni aktivlashtiradigan modda bu vitamin D bo'ladi. Har bir inson vitamin D'sini tekshirib yurish kerak. Ikkinchidan, vitamin D organizmda ishlab chiqaradigan zavod mexanizmi bor. Suyakda osteoblastlar, tog'ay to'qimasida xondroblast ishlab chiqaradi va tanalarda fibroblast. Bularga ana shu oqsil mahsulotlarni, vitamin C ga boy bo'lgan mahsulotlarni, qolgan vitaminlarga, minerallarga boy mahsulotlarni berilsa, organizm o'zi sintezlaydi. Tashqaridan olgan bilan o'rtoqlar kollagen oqsili kiradi, oshqozonda fermentlar tarzida aminokislotaga parchalanib, kirgandan keyin u insulin yoki boshqa oqsil bo'lib sintezlanadi. Aynan kollagen bo'lib sintezlanmaydi. Shuning uchun kollagen vasvasa stansiyaga qo'shish. Shuning uchun baliq yog'iga bo'lgan Amerikani kollagenni ichish shart emas, to'g'rimi? Shart emas. O'zimizga eng zo'r hayratda shu yeyish kerak. U ham mana noto'g'ri tushuncha borki, yaqinda kelish boshladi. Ilik sho'rva zo'r ekandir. Ilik sho'rva yeganda kamdan kam qovurg'aningizlar. Qovurg'an yeganda o'zi ilik ikki xil bo'ladi. Oq, sariq, qizil. Sariq ilik ko'migi bu to'g'ridan-to'g'ri yog'. Biz o'sha qochadigan, siz belingizda turgan boshqa yog'. Bundan ma'no yo'q. Bir umr ichsangiz ham ma'no yo'q. Ikkinchisi endi qizil ilik ko'migi, ya'ni qon yaratuvchi a'zosi bor bo'lgan suyakni qaynatib yesangiz, undan ham ma'no yo'q. Chunki tana tayyor narsani qabul qilmaydi. Mana tayyor oqsil ekan, xuddi meni tizzamdagi kollagenga o'xshash ekan, chaqib tizzaga o'tkazib yubormaydi u. Kod bor. Men tana kodi deb bekor qo'ymaganman webinarni. Tana kodi. Har bitta elementda tanaga kiruvchi kodi bor. O'sha kod asosida kiradi. Kodga tushmadimi? Hindistonning kollagenimi, Amerikanikimi, o'zimizni baquvvat bir tonali ho'kizi tuyog'im farqi yo'q, kirmaydi. Bundan savol bormi?